Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, joriy yil 15-may kuni davlatimiz rahbari huzurida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida maktab ta'limi tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Unda yozgi ta'til vaqti bolalar va yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, voyaga yetmaganlar bilan har qanday salbiy holatlar hamda ular o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini yanada oshirish maqsadida respublika miqyosida dolzarb 90 kunlik tadbiri e'lon qilindi. Xususan, yozgi oromgohlarda dam olayotgan bolalar va mahallalarda 18 yoshgacha bo'lgan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, sportga qiziqishlarini oshirishga qaratilgan tadbirlarni o'tkazish bo'yicha vazifalar belgilandi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan quyidagi ishlar amalga oshirildi. Dolzarb 90 kunlik tadbirlarini kompleks tashkil etish va muvofiqlashtirish respublika idoralararo va hududiy ishchi guruhi tarkibi tuzildi. Joriy yilning 1-iyun kunidan boshlab 15-iyun kuniga qadar quyidagi profilaktik tadbirlar tashkil etildi. 3000 dan ortiq kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari va tarbiyasi og'ir voyaga yetmaganlar yozgi oromgohlarga jalb etildi. 361 nafar ota-onasi chet davlatlarda yurgan voyaga yetmaganlarga vasiy va homiylar tayinlandi. Yoshlar o'rtasida giyohvandlik va'bosi, yot g'oyalar ta'siri ostiga tushib qolish, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyati kabi 6000 dan ortiq profilaktik targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Sportning voleybol turi bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqalarining mahalla, tuman va viloyat bosqichlari o'tkazildi. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va ichki ishlar organi sohasiga qiziqishlarini oshirish maqsadida 3 avlod, general va yoshlar uchrashuvi, barchamiz birdam, vatan mustahkam kabi tadbirlar muntazam ravishda tashkil etilib o'tkazilmoqda. Bolalar o'rtasida yo'l harakati qoidalarini targ'ib qilish va yo'llarda harakatlanish qoidalari bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida mahallalar va yozgi oromgohlarda yo'l harakati qoidalari bilimdoni, eng namunali piyoda, yashil chiroq kabi viktorina va musobaqalar o'tkazilmoqda. Bundan tashqari, Ichki ishlar vazirligining ashula va raqs ansambli tomonidan respublikamizning barcha hududlarining markaziy maydonlarida konsert dasturlari namoyish etib kelinmoqda. Hukumatimizning tegishli qaroriga binoan bolalarning yozgi dam olish oromgohlarida xavfsizlikni ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq turli noxush hodisalarni sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik borasidagi ishlarni tashkil etish va nazorat qilish yuzasidan vazirlik sohaviy xizmatlari rahbarlaridan iborat tezkor shtab va g'amxo'rlik 2025 ishchi guruhi tashkil etildi. Hududiy ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlari xodimlari hududlarga mas'ul etib biriktirildi. Joriy yilda respublika bo'yicha jami 189 ta statsionar va 1239 ta kunduzgi oromgohlarda 300 mingdan ziyod bolalar dam oldirilishi rejalashtirilgan. 15-iyun holatiga respublika bo'yicha jami 180 ta statsionar oromgohlarga 36464 nafar bola qabul qilingan. Oromgohlar va ularning atrofida jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlari, qo'riqlash departamenti, favqulodda vaziyatlar xodimlari, inspektor psixologlar, shuningdek bolalarning salomatligini ta'minlash va nazorat qilish maqsadida sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati hamda sog'liqni saqlash tibbiyot xodimlarining doimiy navbatchiligi yo'lga qo'yilgan. Tadbir davomida bolalarni oromgohlarga olib borish uchun 1379 ta avtobuslar ajratilib, 500 ga yaqin yo'l patrul xizmati xodimlari biriktirildi. Bu boradagi profilaktik tadbirlar davom etmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.